Assalomu alaykum barchaga. Agar siz Buyuk Britaniyada o'qishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon kelib moslashish biroz qiyin bo'layotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik Buyuk Britaniyada o'qishni faqatgina yaxshi universitetlar, sifatli ta'lim deb o'ylaydi. Ha, bu to'g'ri, lekin o'qish faqat diplom olish degani emas. Bu yerda siz yangi muhit, yangi hayot tarzi bilan tanishasiz. Biz bugun bu video davomida sizlarga bu yerdagi imkoniyatlarni va o'quvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida madaniy turfahillik va o'zimizning shaxsiy maslahatlarimiz bilan bo'lishamiz. Unday bo'lsa, biz boshladik. Britaniyada o'qishning eng katta afzalliklaridan biri bu dunyoning eng kuchli ta'lim tizimlaridan birida o'qish albatta. Ko'pchilik shunday deydi, lekin keling bu ta'lim tizimi aslida sizga nimalar berish mumkinligi haqida yaqindan tanishamiz. Bu yerga kelishimdan oldin top universitetlar nima uchun bu nomga loyiq ekan deb o'ylanardim. Bu yerda o'qishimda davomida hozirda tushunyapmanki, top universitetlar sizga kuchli professorlar bilan ishlash, kuchli networking, ko'plab resurslar va ilmiy tadqiqot laboratoriyalar kabi va shunga o'xshash muhit yaratib beradi. Top universitetlar kuchli talabalar bilan birgalikda kuchli professorlarni ham o'ziga jalb qiladi va Britaniya ta'lim muhitida professorlar bilan yaqindan ishlash oddiy hol. Aynan shu juda muhim nuqta. Ko'p talabalar professorni faqat dars beradigan inson deb o'ylashadi, lekin bu yerda professorga boshqacha qarashadi. Darsdan tashqari bemalol ulardan qo'shimcha kurslar olishingiz mumkin. Hatto ayrim talabalar shaxsiy loyihalarida ham yordam so'rashadi. Xalqaro nufuzli anjuman va amaliyotga topshirayotganda esa ular birinchi yordam beruvchi insonlardir. Shaxsan o'zim professorimdan bir necha marotaba tavsiyanoma olganman. Yana bir katta imkoniyat bu nazariyani amaliyot bilan birga olib borilishdir. Ko'p talabalar universitetni faqat ma'ruza va imtihonlardan iborat deb o'ylaydi. Lekin Britaniyada, ayniqsa top universitetlarda muhandislik, computer science, bioscience, biznes va hatto gumanitar fanlar ham amaliy mashg'ulotlar bilan birga olib borishadi. Workshoplar, prezentatsiyalar, case study'lar, laboratoriya topshiriqlar bular sizni nafaqat biladigan, balki qila oladigan talaba qiladi. Endi barchani eng ko'p qiziqtiradigan mavzulardan biriga kelsak, internships, ya'ni amaliyot o'tash imkoniyatlari. Buyuk Britaniyada talabalar orasida internship o'tash yoki yozgi programmalarda qatnashish juda keng tarqalgan. Ko'pgina top universitetlarning nufuzli kompaniyalari bilan hamkorliklari bor. Bu esa talabalar uchun qo'shimcha yengillik va imkoniyatlar eshiklarini ochadi. Bizning universitetimizda HSBC, BBC, Rolls-Royce va bundan tashqari ko'pgina nufuzli kompaniyalar bilan shartnomalari bor. Ko'pgina talabalar o'qishni boshlaganda birinchi yilning o'zida menga hali juda erta deb ko'pgina imkoniyatlarni qo'ldan chiqarib yuborishadi. Ammo qarashsa, ikkinchi yil tezgina keladi, raqobat kuchaygan, rezyume hali to'lmagan va shu sababli ko'pgina talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchi pasayib ketadi. Bu narsani oldini olish uchun esa harakatni avvalroqdan boshlash kerak. Unutmang, avvalroq harakat qilish bu qo'shimcha ish emas, balki aqlli qadamdir. Angliyada o'qishning eng katta afzalliklaridan biri nimada bilasizmi? Bu darslar emas. Bu yerda universitetlar talabalarning ruhiy salomatligiga juda katta e'tibor qaratishadi. Turli xil madaniy tadbirlar, sayohat, tabiat qo'yniga sayohatlar doimiy ravishda tashkillashtirishadi. Xoh imtihon stressi bo'lsin, xoh vatan sog'inchi, bu yerda sizga yordam bera oladigan insonlar har doim topiladi. Bu yerdagi yana bir afzalliklardan biri bu universitetlarda siz o'z jamiyatingizni tashkil etishingiz yoki mavjud bo'lgan jamiyatlarga qo'shilishingiz mumkin. Bu esa sizga yangi muhitga tezroq o'rganishni, yangi do'stlar orttirishni, kengroq dunyoqarashga ega bo'lib, o'z madaniyatingizni boshqalarga yoritish imkoniyatini beradi. Masalan, biz Birmingham universitetida o'zbek talabalar jamiyatini tashkil etdik. Bu yerda talabalar birlashib, milliy bayramlarni va turli xildagi intellektual o'yinlarimizni, qiziqarli tadbirlarni birgalikda tashkil etamiz. Eng yaxshi tomoni, xorijlik talabalar ham qatnashib, madaniyatimiz bilan yaqindan tanishadi. Yangi davlatga kelganda aksariyat odamlar cultural shockga duch kelishadi va bu normal hisoblanadi. Yangi muhit, yangi odamlar, yangi tabiat, ob-havo va hokazo. Ko'p insonlar o'ylashi mumkinki, men tez o'rganib ketaman yoki o'rganib ketishda qiynalmayman deb o'ylash mumkin. Lekin
Yangi davlatga ko'chganda hattoki kichik o'zgarishlar ham sizning kayfiyatingizga katta ta'sir qiladi yokida hayron qolishingiz mumkin. Bunday vaziyatlarda o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingiz juda muhim hisoblanadi. Kichik ammo muhim fakt: yo'llar juda tor va mashinalar yo'nalishi teskariligi. Yo'ldan o'tayotgan paytingizda avvalo o'ng tomonga, so'ngra esa chap tomonga qarashingiz lozim. Ha, bu kulguli tuyulishi mumkin, lekin birinchi kunlaringizda bu juda jiddiy masaladir. Buyuk Britaniyada siz turli din, irq, millat va dunyoqarashga ega bo'lgan insonlar bilan uchrashasiz va ularning madaniyatlariga guvoh bo'lasiz. Bu jamiyatning katta yutug'idir. Biroq biz o'z qadriyatlarimizga sodiq qolgan holatda boshqalarga hurmat ko'rsatishimiz bu yetuklikning va kuchli xarakterning belgisidir. Moslashish uchun esa hamma narsani qabul qilishingiz shart emas. Qadriyatlaringizni saqlang. O'zbek tarbiyasining go'zalligi, urf-odatlarimizning boyligini ularga ko'rsating. Boshqalarni hurmat qiling, ularni o'zlarini erkin his qilishliklariga qo'yib bering. Bilasizmi, londonliklarning yomg'ir haqida gapirish uchun 107 xil usuli bor ekan. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Albatta Angliya ob-havosi. Siz bu yerda ertalab quyoshni, tushda esa shamolni, kechga borib esa yomg'irni his qilishingiz mumkin. Shuning uchun doim yodingizda tutingki, sizning yoningizda yengil kurtka yoki soyabon bo'lishi lozim. Ob-havoga qarab kiyinishni ham unutmang. Bu yerga endi kelganingizda kayfiyatingizga ob-havo juda katta ta'sir qilishi mumkin. Va shuni ham unutmangki, kayfiyatingiz tushsa bunga sabab faqat o'zingiz emas, muhit ham bo'lishi mumkin. Yana bir duch kelishingiz mumkin bo'lgan muammo bu aksentlardir. What did he say? He said, "How's his edge, huh? He only chopped him down because he couldn't see you no more. What's he on about?" What did he say? He said an edge is an edge. He only chopped it down because it spoiled his view. What's Reaper moaning about? Buyuk Britaniyada 56 ga yaqin aksent turlari bor. Professorlaringiz boshqa aksentlarda, kursdoshlaringiz, ko'chadagi insonlar boshqa bir aksentlarda gapiradi. Siz bularni tushunishda ozgina sizda muammo bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan bularga ko'nikib ketasiz. Bu normal holat va o'zingiz ham bu aksentlardan birida gapirishni boshlaysiz. Angliyada shunday qoida borki, uni buzsangiz sizga hech kim hech narsa demaydi, ammo sizga hamma boshqacha ko'z bilan qaraydi. Bu qoida navbat madaniyati. Avtobusda, do'konlarda, kafelarda, hamma joyda tartib oddiy. Oldin kelgan oldin xizmat oladi. Navbatning oldiga o'tib ketish bu yerda shunchaki qo'pollik emas, balkim katta hurmatsizlik hisoblanadi. Navbat qayerdan boshlanishini bilmasangiz, shunchaki yoningizdagi odamlardan "Is there a queue?" deb so'rang va ular sizga navbatni topishda ko'maklashadi. Britaniyaga kelgach, bu yerdagi odamlarning muloyim tabiati sizni lol qoldiradi. Ularning har bir gapni jilmayib, uzr, iltimos kabi so'zlarni tez-tez ishlatishiga o'rganishingiz lozim. Lekin hamma ham insonni o'ziga yaqin olib gapiravermaydi. Boshda bu sovuq munosabatdek tuyuladi, to'g'ri. Lekin bu ularning ijtimoiy masofa va shaxsiy chegaraga bo'lgan hurmatlari hisoblanadi. Ular ham sizdan shuni kutishadi. Universitet beradigan student maqomi sizga ko'p narsa beradi. Bulardan biri student discountlardir. Ko'pchilik talabalar bunday imkoniyatlar borligini bilishmaydi. Masalan, Student.Means va Unidays kabi platformalar orqali kiyim-kechak, texnika, oziq-ovqat, sayohat va boshqa ko'plab xizmatlar uchun chegirmalarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, supermarketlardagi loyalty kartlar ham juda foydali. Masalan, Tesco Club Card, Nectar va boshqalar. Bu sizga ancha pulingizni tejashga yordam beradi. Agarda kampus atrofida yashasangiz, hayotingizni osonlashtiradigan qarorlardan yana bittasi bu velosiped xarid qilish. Bu orqali siz transport xarajatlarini kamaytirasiz, vaqtingiz tejaladi va sog'lig'ingiz uchun foydali. O'z xavfsizligingiz uchun pul sotib olishni maslahat qilamiz va yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Buyuk Britaniyada o'qishni boshlaganingizda moliyaviy masalalarni to'g'ri yo'lga qo'yish juda ham muhim hisoblanadi. Birinchi qadamlardan biri bank hisobini ochish, chunki bu yerda asosan to'lovlar karta orqali amalga oshiriladi. Agar boshqa valyutadagi kartadan foydalansangiz, ortiqcha xarajatlar yuzaga kelishi mumkin. Angliya sizni o'zgartiradi.
Siz faqat o'qimaysiz, o'sasiz. Qiyinchiliklar bo'ladi, lekin natija bunga arziydi. Imkoniyatlardan doim unumli foydalaning. Biz el-yurt umidi stipendiatlari sizlarni Buyuk Britaniyada Kutib qolamiz.